boshimga sinov kelib qoldi aka, ko'plar qochib ketdi. Kontrakt qilgan bitta ikkita joylarim qochib ketishdi. Aka, hozirgi shunaqa vaziyat, hozirgi shunaqa zamon, birov $100 bo'lmasa $500 berayotgan zamon emas. Hozir shunaqa zamon bir bermaydi. Bersa, o'shani ruka chiqaradi. Beradi, o'sha narsani sizdan ertadan so'rab oladi. Shunaqa zamonda hozir. O'zingiz bilasizki, shunaqa vaziyatga. Shunday qamalib qoldim. Kontragim bor. Rahmon Ali. Bilasizlar o'sha lider Avtocity. O'sha odam bo'lib ketib qolsa kerak deb o'yladim-da, men qamalib ketganda. U meni hech qachon chaqirmagan, men o'zim kelganman. Lekin bir hafta oldin u bilan Malaziya edimda, shu narsa ana bo'lib qoldi. Hech qanaqa men bo'lib ketsa kerak deb o'yladim. Yo'q, u aka kontraktni ham uzmagan. Keyin ham uyga borganda aka $10,000 pul berganda, $10,000 pul berib, ustiga yana bir $2,000 pul berganda kontraktlarimni tashqari har oyligin kontragtim tushib turadi. Pul berib, mana agar yana yetmasa, golga aytasizlar. Qaysi joyga yetmasa deb akamni qo'liga berib ketgan. Chiqdim akaman. Kim qoldi, kim anoqman. Lekin sen qamoqdaligingda qaytib kelganda qamab qo'yishdi-ku. O'sha inson anaqa gap tegida qolib ketdi-da. Har xil chuma blogerlar video qilib chiqdi, uni ayblashdi. To'ppa to'g'ri. Yo'q, men chiqib kelgandan keyin bilaman bunaqa narsalarni. Tushunabsizmi? Hamma yoqqa borsa san Rahmon. Yo'q, men Rahmon chaqirmagan aka. U mana shu narsani satisfaks qilish kerak, bu narsani berdi. Sizni yomon kuningizga sizga yaxshilik qildimi? Qanaqa inson bo'lmasin, sizni bir umr esdan chiqarmasligingiz kerak. Bir umr. Mana Bobur menga shuncha yaxshilik qilgan, men Tailandga chaqirman, shunaqa vaziyatga keldimmi? Men hech qachon Boburni unutmayman. Ham endi Rahmon Alini ham unutmayman. Bratni ham. Chunki hozir shunaqa zamon $100 bermaydi o'sha odam. O'sha vaqtga deb borganda qamalganini eshitib, birdan shuncha pul berib, agar yana nimadir kerak bo'lsa aytasizlar. Men chiqdim aka. Bunaqa bir nimani aka? Siz eqqish kerak bo'ladi, siz farzandlaringiz bo'ladi, ularga pul kerak bo'lib qoladi, lekin ular ayta olmaydi. Oilamni o'zi, otamni, akamni o'zi hamma narsa yetarli. Ularga pul. Lekin unaqa bir nimani qilib borib, u boshqacha narsa. Chiqdim aka, shuncha pul bergan ekansiz. Ha, berganman. Hozir shu narsalarni kontraktimizga qo'shib yoramiz. Men o'sha narsalarni sizga reklama qilib, birga ishlab sizga uzib yoraman desam, bu inson shu narsani aytdiki, bu narsani uka Alloh uchun berilgan dedi. Menga aytdi. Bu narsani kechikamiz, uni eslamay, yangi kontrakt qilib olaylik deyapti. Aka, necha pul topsin, aka shunaqa boylar bor, qattiq boylar bor.